Buyuk Turon bu g'oya emas. Haqiqiy g'oya degan paytda men masalan liberalizmni haqiqiy g'oya degan bo'laman. Biz Turonliklarimiz tushunchasi orqali bizni jamiyatimizni birdamlikni ta'minlash, hozir bir-biriga otiladigan toshlar, men buyuk, sen kelganda men o'troq, sen ko'chmanchi deyish, borgan sari chuqurlashaversa, bizning o'sha mintaqaviy birdamligimizga putur yetadi. Buni ko'rib turibmiz. Katta Turon yoki Buyuk Turon degan g'oyalarni masalan hozirgi kunda bundan Xitoy davlati ham yoki bo'lmasam Rossiya davlati ham yoki kerak bo'lsa o'sha Eron davlatlari ham qo'rqadi. Biz Türkiye arkalı kirişimiz yaxşı bo'ladi deb o'yladilar. Çünkü Yani Türkiye'nin içinde Avrupa'nın gücü vardı. Mesela siz ait yaptığınız sektalar, dini gruplar. Şu dini gruplarının sektalarının bir neçesi AQSh bilen, Avrupa bilen birge işleyapti. Turkiyani o'zi Go'lanchilar- NATOga a'zoligini o'zi ham shunday narsani keltirib chiqaryapti. Biz ulgurib qolishimiz kerak, ya'ni millatlarga bo'linib olishimiz kerak. Aslida bu bizning asliyatimizga to'g'ri kelmasdi. Ya'ni bizda turkiylik masalasi bor edi va islom masalasi bor edi. Gelecekte Turan boladı mı, bolmaydı mı bilmeyimin, gerek mi, gerek emez mi, bir siyasi devletin içerisine giriş gerek mi bilmeyimin. Fakat uruşmazlık için, tinçlik için, hemkarlığının devam etişi için benim oyumca ortak özlük ideyasını östürüş hemmemizga foydali deb o'ylayapman men. Faqat Turkiyani bizni Markaziy Osiyoda katta og'alik rolini o'ynashi qanchalik bizga Markaziy Osiyodagi integratsiyaga, birdamlikka qanaqa ta'sir qiladi? Buyuk Turon g'oyasi katta bir ton bu. Tonga loyiq bo'lgan paytimizda kiyib olaveramiz. Yevropa ham hozir mana buyuk Yevropa bor. Uncha davlat ularning yoniga yaqinlasha olmaydi. Markaziy Osiyoda Turkiyani nimasi obro'si oshib ketishi va Turkiya qandaydir tashqaridan Markaziy Osiyoni nazorat qiladigan bir o'yinchi, geosiyosiy o'yinchiga aylanib qolishi mumkin deb o'shanda orqasida baribir AQSh turibdi deb o'ylashyapti. Nima uchun hozir bu narsa uyg'onib qoldi mana? Nima uchun hozir yana turkiylik masalasi ko'tarilib qoldi? Chunki Markaziy Osiyodagi markaziy davlatlardan biri O'zbekistonda biroz erkinlik paydo bo'ldi. Qozoqlar bilan urush mumkinmi deb menga savol bersa, men bemalol deyman. U yerda qozoqlik ham qolib ketadi, musulmonligimiz ham qolib ketadi. Turkiyligimiz ham qolib ketadi. Liberal memleketler hem birbiri bilen uruşadı fakat başka yol bilen uruşadı. Armiya bilen uruşmaydı, birjasını sındıradı, başka nerse kaldı, iktisadını sındıradı. Liberal memleketler arasında uruş güçlürak. Integratsiya bu ma'lum bir davlatning ichida boshlanadi. Masalan, o'zbeklar qancha sifatli birlashib boshlasa davlatning ichida hech qanday niyati yo'q hali. Qozoqlarni birlashtirish, boshqa qilish. Şu Gazpral'ın cedikçilerinin vergen cevap, dördüncü cevap şu modernizasyon diyen, uyganış diyen. Aldın verilgen cevaplar işgalinin, Rusların basıp alışının neticesi bilen şugullangen. Şu biz niye kolga düştük dip uylap, sebepler özgermeden netice özgermeydi dip uylap, sebeplerini o'zgartirishga harakat qilyapti. Hozir tarixchilar bu Buyuk Turon g'oyasini ko'tarishi, ya'ni omma miqyosida ularning ongini to'g'rilab borishi juda ham muhim.